أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara suresi tefsiri 136. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Bakara suresinin 136. ayetinin keyingi kısmından başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'da euzubillahimineşşeytanirracim. Peygamber aleyhisselamның ümmetinin artıqçılığı. Şuningdek, yani sizlarni islomga hidoyat qilgandek, kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shahid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shahid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Ya'ni biz sizlarni Ibrohim alayhissalomning qiblasiga yuzlantirdik. Sizlarni butun ummatlarning eng yaxshisi qilib, qiyomat kuni ularga guvohchi bo'lishinglar uchun u qiblani sizlarga tanladik. Chunki butun ummatlar sizlarning ortiqchiliginglarni e'tirof qiladi. Allah Teala bu ümmetni en yaxshi ümmet qilib, onunğa en to'liq bo'lgan shariatni, en to'g'ri va en ro'shan yo'lni ato qildi. Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Allah diniga yordam berishga ummatlar orasidan sizlarni tanladi. En mukammal shariat va ulug' payg'ambarni sizlarga xos qildi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qilolmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Bu atanglar İbrahimning dinidir. Bu to'g'ri din bo'lganligi uchun uni mahkam ushlanglar. Allah sizlarni ilgari, ya'ni Qur'ondan ilgirki kitoblarda musulmon deb atadi. Qur'ondami shunday atadi. Allah payg'ambarni sizlarga guvoh bo'lishga va sizlarni kishilarga guvoh bo'lishga tanladi. Sizlarni kishilarga guvoh bo'lishga tanladi. Namoz o'qinglar, zakat beringlar, Allohga yepishinglar. Allah sizlarning eganglardir. Allah nima degan yaxshi ega, nima degan yaxshi madadkor. İmam Ahmad Abu Nasaid'in Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni Nuh aleyhisselam chaqirilib, uningdan sen ummatingga elib kelgan dinni yetkizdingmi deb so'raldi. U ha deb javob berdi. Ondan uning ummatlari chaqirilib, ulardan Nuh sizlarga dinni yetkizdimi deb so'raldi. Ular bizga hech qanday ogohlantiruvchi va din yetkizuvchi bir kishi kelmadi deb javob berdi. Ondan Nuh aleyhisselamdan sen elib kelgan dinni yetkizganligingga kim guvoh deb so'raldi. Nuh aleyhisselam Muhammad ve onun ümmeti guvoh deb javob berdi. Payg'ambar aleyhisselam mundaq deydi. Bu Allah Teala'nın bunu sözünün mazmunidir. Biz sizlarni yaxshi ummat qildik. U mundaq deydi. Yaxshi degan adil deganlik bo'ladi. Ondan sizlar, ya'ni Peygamber aleyhisselamның ummatları chaqirilib, Nuhning dinini yetkizganligiga guvohlik bersizlar. Ondan men sizlarga guvohlik beraman. İmam Ahmad, ya'ni Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni bir payg'ambar va uning bilan birga ikki yoki uningdan ko'proq kishi keladi. Ondan uning ummatlari chaqirilib, ulardan
bu sizlarga elib kelgan dinni yetkizdimi deb so'rildi. Ular yo'q deb javob berdi. Payg'ambardan sen ummatingga yetkizganmi deb so'rildi. U ha deb javob berdi. Uningdan sening yetkizganligingga kim guvoh deb so'rildi. U Muhammad va uning ummati guvoh deb javob berdi. Ondan Muhammad alayhissalom va uning ummati chaqirilib, ulardan bu o'zining ummatiga dinni yetkizganmi deb so'rildi. Ular ha deb javob berdi. Ondan ulardan sizlar uni qandoq bildinglar deb so'rildi. Ular bizning payg'ambarimiz kelib bizga butun payg'ambarlarning o'zlarining ummatlariga dinni yetkizganligini bayon qildi deb javob berdi. Mana bu Alloh taolaning munu oyatining mazmunidir. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek, kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarlarning sizlarga shohid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. İmam Ahmad Abu Aswadning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Madinaga kelsam, havosi menga yiqib qoldi. Madinada bir xil kasal tarab, kishilar ko'plab o'lib ketishga boshladi. Men Umar ibn Xattobning yonida o'ltiratdim. Yonimizdan bir jinoza o'tdi. Kishilar jinozaning egisining, ya'ni jinozada yotgan kishining yaxshi gapini qilishdi. Umar vojib bo'ldi dedi. Ondan yenimizdan yana bir jinoza o'tdi. Kishilar meyitning yomon gapini qilishdi. Umar vojib bo'ldi dedi. Men ey mu'minlarning xalifasi, nima vojib bo'ldi dedim. Umar men payg'ambar alayhissalom degan gapni dedim. Payg'ambar alayhissalom har qanday bir musulmonga 4 kishi yaxshilik bilan guvohlik bersa, uni Alloh taolo jannatga kirgizadi degan edi. Biz payg'ambar alayhissalomdan 3 kishi guvohlik bersichu deb so'radik. Payg'ambar alayhissalom 3 kishi bo'lsa-mi bo'ladi deb javob berdi. Ondan biz 2 kishi bo'lsichu deb so'radik. Payg'ambar alayhissalom 2 kishi bo'lsin bo'ladi deb javob berdi. Ondan Umar mundaq dedi. Biz payg'ambar alayhissalomdan bir kishi guvohlik bersa, qandoq bo'ldiganligi to'g'risida so'ramadik. Qiblaning o'zgartirishining hikmati. Sen yuz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga ergashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayirib olishimiz uchunlar dedi. Ayirib olishimiz uchunlar edi. Alloh hidoyat qilganlardan boshqalarga bu, ya'ni qiblaning o'zgartirishi haqiqatan ig'irdir. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz seni avval Baytul Muqaddasga qarashga buyurdik. Ondan seni Ka'baga yuzlantirishimiz sana ergashgan, sana bo'ysungan ve sen Ka'baga yuzlanganda sen bilan birga yuzlangan kishilardan o'zining dinidan yenib olgan kishilarni farqlantirish uchundir. Baytul Muqaddasdan Ka'ba tarafga qarash kishilarning ko'ngillarida cho'ng ish bo'lsa-mu, lekin Alloh taolo dinlarini to'g'ri yo'lga boshlagan, dillarini to'g'ri yo'lga boshlagan, payg'ambar alayhissalom elib kelgan dinning shak yo'q haq din ekanligiga, Alloh taolaning xolig'ini qildiganligiga va xolig'iniga hukm chiqaradiganligiga, uning bandalarini xohlagan narsaga buyuradiganligiga va xohlagan narsaning hukmini o'zgartirib etadiganligiga va shu ishlarning hammasida uning cho'ng bir hikmati borligiga ishongan kishilarga cho'ng ish emas. Dillarida ishonchi bo'lmay, kasal bor, ya'ni iymon yo'q kishilarga undaq emas. Yangi bir ish, ya'ni dinda yangi kelgan yoki hukm o'zgarib, yangi bir hukm bilan kelgan ish mu'minlarga texmi cho'nqur ishonch paydo qilgandek, dillarida kasal bor kishilarga shak shubhi paydo qiladi.
Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular, ya'ni munofiqlarning orasida masxara qilish yuzidan bu yana sura qaysinglarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mu'minlarga keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu ya'ni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlar keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texmi avzayladi. Texmi gumrohlashdi. Ular kafir peti o'ldi. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kafirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi oshidi. Shunga qiblaga yuz keltirishda payg'ambar alayhissalomga bo'lgan ishonchisi oshgan va uningga ergishishda ching turgan Alloh taolo Kabe'ga yuzlanishga buyurganda shaklanmay yuzlangan kishilar sahobalar bo'ldi. Ba'zilar ikki qiblaga qarab namoz o'qiganlar muhojirlar va ansorilarning ichidan birinchi bo'lib islomga kirganlar dedi. İmam Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Umar radhiyallohu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar Quba masjidida fajr namozini o'qiyotdi. Bir kishi kelib, Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga qibla haqidagi oyatini nozil qilib, Kabe'ga yuz keltirishga buyurdi. Sizlar uning yuzlaninglar dedi. Ular Kabe'ga yuzlandi. Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda ular rukuda edi, rukuda turib Kabe tarafga burildi dedi. Bu sahobalar va boshqa musulmonlarning Alloh taolo va uning payg'ambarlariga to'liq bo'ysundiganligini va Alloh taolaning buyruqlariga shaksiz bosh egadiganligini ko'rsatib berdi. Allah sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgari Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib o'tmaydi. Ya'ni qibla Kabe tarafga o'zgarishdan burun Baytul Muqaddas tarafga qarab o'qigan namozinglarning savobini Alloh taolo bekor qilib o'tmaydi. Abu Ishoq Sabi Baroning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qigan kishilarning ba'zilari o'lib ketgan edi. Ba'zilari ularning savobi qandoq bo'ladigandu deyishdi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Alloh sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgari Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib o'tmaydi. Alloh kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyatda ko'yimchandir. Hadisda mundaq deb keldi. Payg'ambar alayhissalom asrga tushgan va bolasi yutib ketgan bir ayolni ko'rdi. U ayol bolasini izlab yurib, asrga tushgan kichik bolalar orasidan oxiri o'z bolasini topdi-da, uni bag'riga ching besib emitmoqchi bo'lganda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi. U ayol o'z ixtiyori bilan u bolasini o'tga tashlamdi. Sahobalar, "Yo'q, ey Allohning payg'ambari" deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taolo bandalarga bu ayol bolasiga mehribon bo'lgandan bakrak mehribondir. Biz sening Kaaba qiblang bo'lishini tilab qayta osmonga qaraganligingni ko'rib turyapmiz. Seni cho'qim sen yoqtirdigan qiblaga yuzlantiramiz. Namozda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgin. Ey mu'minlar, qayerda bo'lmanglar, namozda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Haqiqatan kitob berilgan, ya'ni Yahudilar va Nasaralar buning, ya'ni qiblaning Kabe'ga o'zgartirishining Rabbi tarafidan kelgan haqiqat ekanligini cho'qim biladi. Alloh ularning qilmishidan g'ofil emas.
Qur'onda tunji bo'lib o'zgargan hukm qiblining o'zgartirishi haqidagi hukmdir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onda tunji bo'lib o'zgargan hukm qibla haqidagi hukmdir. Shundaq bo'lishidik sabab Payg'ambar alayhisalom Madinaga hijrat qilib borganda Madinadagi kishilarning ko'pinchisi yahudiylar edi. Shunga Alloh taolo uni Baytul Muqaddasga yuz keltirishga buyurdi. Buning bilan yahudiylar xo'sh bo'lib ketdi. Payg'ambar alayhisalom buningga 10 necha oy yuz keltirdi. Lekin u Ibrohim alayhisalomning qiblasi bo'lgan Ka'bani yaxshi ko'rgachga Alloh taologa duo qilib osmonga qaraydi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Biz sening Ka'ba qiblang bo'lishini tilab, qayta osmonga qarag'anligingni ko'rib turibmiz. Seni cho'qim sen yoqtiradigan qiblaga yuzlandiramiz. Namozda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgin. Ey mu'minlar, qayerda bo'lmanglar, namozda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Yahudiylar buningdan shaklinib mundaq dedi. Ularni, ya'ni Payg'ambar alayhisalom bilan mu'minlarni qarab kelayotgan qiblasidan, ya'ni Baytul Muqaddasdan nima yuz o'rgizgando? Alloh taolo mundaq dedi. U Allohning tarifi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Sen yuz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz Payg'ambarga agashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayirib olishimiz uchunlar edi. Qibla Ka'baning o'zimi yoki uning bir tarafimi? Ey mu'minlar, qayerda bo'lmanglar, namozda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Hakim bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talibning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni yuzinglarni uning tarafiga qilinglar. Namozda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgin. Ya'ni Alloh taolo Ka'ba tarafga zaminning sharq, g'arb, shimol va janub bo'lib hamma tarafidan yuz keltirishga buyurdi. Buningdan safarga chiqib, uloq yoki qatnash vositasida nafli namoz o'qimoqchi bo'lgan, urushga qatnashgan yoki notanish bir joyda qiblani bilolmagan kishi ma'lum bir tarafni qibla deb faraz qilib namoz o'qisa, agar uning farzi xato bo'lib qolgan taqdirdami, namozi durust bo'ladi. Chunki Alloh taolo bir insonni uning qudrati yetmagan ishga buyurmaydi. Qiblaning o'zgartirilganligini yahudiylarning biladiganligi. Robbi tarafidan kelgan haqiqat ekanligini cho'qim biladi. Ya'ni sizlarning Baytul Muqaddasdan burilib Ka'baga yuz keltirishinglarni inkor qilgan yahudiylar Alloh taolaning sizlarni Ka'baga yuzlantirganligini biladi. Chunki ular o'zlarining payg'ambarlari ularga elib kelgan kitoblaridan Muhammad alayhisalom va uning ummatining sifatlarini Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga xos qilgan va iltifot qilgan hamma tarafdan to'liq bo'lgan shariatni o'qiydi. Lekin ahli kitob, yahudiylar va xristianlar bu haqiqatni hasad, kufrlik va johillik qilib yoshirdi. Shuning uchun Alloh taolo ularni bu so'zi bilan ogohlantirdi. Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Kitob berilganlarga barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qiblangga bo'ysunmaydi. Senmi ularning qiblasiga bo'ysunmaysan. Ular yahudiylar va nasoralar ham o'zaro bir-birining qiblasiga bo'ysunmaydi. Sana ilm, ya'ni vahiy kelgandan keyin mubodo ularning nafsi xohishlariga bo'ysunsang, u chaqda sen cho'qim zulm qilganlardan bo'lasan. Yahudiylarning jahillik qilishi va tinib olishi.
Allah Taala bu ayette Yahudilarning payg'ambar alayhissalom to'g'risida kelgan haqiqatni bilib turib, uning kufrlik va johillik qilganligini, qarshilashganligini va u ilib kelgan dinning to'g'riligiga barliq pok isbotlarni ko'rsatsimi, payg'ambar alayhissalomga ergashmay, o'zining xohishi bo'yicha mangdiganligini bildirdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Shubhisizki, Rabbingning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Kitob berilganlarga barcha dalilni ko'rsatsangmi, barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qiblangga bo'ysunmaydi. Senmi ularning qiblasiga bo'ysunmaysan. Ya'ni Allah Taala bu oyatda payg'ambar alayhissalomning o'zi buyurgan ishqa chin dili bilan ergishadiganligidan xabar berdi. Yahudilar o'zlarining xohishida va ko'z qarashida ching turgandek, payg'ambar alayhissalomni Allah Taolaning roziligiga ergishishda ching turdi. Va ularning xohishiga hargiz ergashmaydi. Uning Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishi u Yahudilarning qiblasi bo'lganligi uchun emas, balki Allah Taala uningga shuni buyurganligi uchundir. Ondan Allah Taala olimlarni haqiqatni bilib turib, uningga qarshilik qilib, o'zining xohishiga ergishishdan ogohlantirdi. Chunki olim haqiqatga qarshilik qilsa, uningga qarshi pokit isbot keltirish osondir. Şuna Allah Taala payg'ambar alayhissalomga mundaq dedi: Sana ilm, ya'ni vahiy kelgandan keyin mubodo ularning nafsi xohishlariga bo'ysunsang, u chaqda sen cho'qim zulm qilganlardan bo'lasan. Bu oyatdan payg'ambar alayhissalomning ummatlari ko'z tutildi. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudilar bilan Nasoralar uni, ya'ni payg'ambarni o'z o'g'illarini to'nigandek to'niydi. Ularning bir firqasi shubhisizki haqiqatni bilib turib yoshirdi. Haqiqat Alloh tarafidan kelgandir. Hargiz shak keltirguchilardan bo'lmagan. Yahudilarning payg'ambar alayhissalomni biladiganligi va haqiqatni yoshirganligi. Allah Taala bu oyatda ahli kitob olimlarining payg'ambar alayhissalom ilib kelgan dinning to'g'ri ekanligini biladiganligi va ularning uni xuddi o'z bolasini to'nigandek to'niydiganligidan xabar berdi. Arablar bir kishining bir narsasini biladiganligini ifodalamoqchi bo'lsa, o'zining bolasini bilgandek biladi deyishadi. Masalan, payg'ambar alayhissalom kichik bir bola bilan turgan bir kishiga mundaq dedi: Bu sening balangmi? U, ha. Allah Taolaning payg'ambari. Men uningga guvohlik beraman deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom uningga: Haqiqatan bola sana yomonlik qilmaydi. Senmi uningga yomonlik qilmaysan dedi. İmam Qurtubi Umar radhiyallohu anhuning Abdullah ibn Salam iymon etgan Yahudiga mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sen Muhammad alayhissalomni o'zingning balangni to'nigandek to'nimsan? U, ha, va uningdanmi yaxshiroq to'niyman. Payg'ambar alayhissalomning sifatlarini ishonchlik Jibril alayhissalom osmondan zimindagi ishonchlik Musa alayhissalomga elib tushdi. Shuning bilan men uni tonidim. Lekin men balamning onasidan qandoq tug'ilganligini bilmayman deb javob berdi. Ularning bir firqasi shubhisizki haqiqatni bilib turib yoshirdi. Ondan Allah Taala ularning bu haqiqatni payg'ambar alayhissalomning haqiqiy payg'ambar ekanligini ochiq bilib turib, kishilardan payg'ambar alayhissalomning sifatlarini yoshirganligini bayon qildi. Allah Taala mu'minlarga payg'ambar alayhissalom ilib kelgan dinda shak yo'q, haq din ekanligini bayon qilib mundaq deydi:
Haqiqat Allah tarafidan kelgandir. Hergiz shak keltirguchilardan bo'lmagan. Her ummetning yuz keltiradigan tarafi, ya'ni qiblasi bor. Ey mu'minlar, yaxshi amallarni qilishga oldiranglar. Qayerda bo'lmanglar, qiyomat kuni Alloh hammanglarni hisob uchun yig'idi. Alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Her bir ummetga qiblaning bir bo'lganligi. Her ummetning yuz keltiradigan tarafi, ya'ni qiblasi bor. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo osmondan tushirgan diniga ishongan har bir qavmning o'zlari rozi bo'ladigan birdan qiblasi bor. Alloh taoloning rozi bo'ladigan qiblasi mu'minlar yuz keltirgan tarafdir. Abu Aliya bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Yahudilarning yuz keltiradigan tarafi, ya'ni qiblasi ve Hristiyanlarning mu yuz keltiradigan tarafi, ya'ni qiblasi bor. Ey Muhammad alayhissalomning ummati, Alloh taolo sizlarni o'z dargohida qibla deb qaragan qiblaga buyurdi. Abu Aliyaning bu so'ziga o'xshash so'z ko'plagan olimlardan rivoyat qilindi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey ummatlar, sizlarning her biringlarga bir xil shariat ve ochiq yo'l tayin qildik. Agar Alloh xolasa, albatta sizlarni bir ummat qiladi. Ya'ni bütün insonlarni bir dinda qiladi. Lekin Alloh sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun. Lekin Alloh sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga oldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar. Qayerda bo'lmanglar, qiyomat kuni Alloh hammanglarni hisob uchun yig'idi. Alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Ya'ni u so'ngak ve jasadlaringlar parcha-parcha bo'lib ketsimi, sizlarni zimindan yig'ib olishga qodirdir. Alhamdulillah. Yuqorida Baqara surasi tafsirining 126 oyatidan 148 oyatgacha o'qidik. Alloh shukrlar bo'lsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.